Tashqaridan ham shax chiqib ketibdi-da. Nimasi tufaychasi kichiklarga qilib sig'may ketibdi. Пересадка qilaylik shunga. Yordamlashamiz. Termit qo'shilgan to'rtga ekilyapti. Chunki fiyolkalar yengil tuproqni yaxshi ko'radi. Havo o'tkazuvchan bo'lsa, yayrab yashnab o'sadi. Shuning uchun to'rt perlit aralashgan to'rt bo'lishi kerak. Buni yana perliti jinday ozroq bo'lib qoldi. Perlit yana 5%, 6% ga ko'paytirsa yana ham yaxshi bo'ladi. Xohlasa mana bunchaga kirib qoldi, sajjor bo'lib uxlab qoladi inshaalloh. Fiyolkalar ko'proq fitil usulda ekilsa yaxshi rivojlanadi. Suvni o'ziga kerakligini shu fitildan oladi. Kerakli miqdorda tortadi. Oshiqcha suv turib qolmaydi. Suv turib qolsa ham tomirlar chiriydi. Shuning uchun fitil uchun menimcha fiyolkalar uchun eng to'g'ri maqbul yo'l. Yozgi kunida hamma yo'q yashil bo'lsa, soya salqin bo'lsa, yozgi gashti ham o'zgacha bo'ladi. Bunchalar chiqarib qo'ygan, lekin nimasi ko'payib ketibdi. Barglari to'lib toshib ketgani uchun boshqasiga olamiz. Kattaroq o'zidan 2 cm katta to'ylar ekan. Qanaqa gullayotgan, endi gullaganda ko'ramiz. Juda go'zal. Lerima degan sort ekan. Tayyorlaymiz. Sho'chalar teshilmagan ekan, lekin o'rniga qo'yib ketilgan ekan. Teshish shunaqa qiyin emas. Ohangina teshib olamiz. Biz endi uni silliqlab anaqa qilib ko'rsatolmayman sizlarga. Shu oddiy jaydari qilib ko'rsatib berishim mumkin. Oddiy xonadonda oddiy ayolmiz. Haykal o'tirish o'rniga nafaqadan o'tiramiz. Gullar bilan ovunib o'tiraman. Gullarni ishqi ham boshqa bo'ladi juda. Gul ishqi tushgan odam shunaqa bo'lib qolar ekanki, o'zingizga yeydigan olib qo'ygan mablag'ingizni ham, oxirgi mablag'ingizni ham shu chiroyli gul ko'rib qolsangiz, shunga sarflab yuborasiz ekan. Shu gul ishi ham juda ham ishq kuchli bo'lar ekan. Kimga qanaqa bilmadim, men shunaqaman. Bozorga borib
boshqa narsaga borib go'zal gul ko'rib qolsam, u narsa olinmaydi-da, gulni ko'tarib kelaveraman. Buni birdaniga kattaga ekmayman. Misol mana o'zgarmaydi. Bunday kattasiga ekib, buni mana kattasini ekamiz. Kichkinadan kattaga, o'rtachaga, o'rtachadan kattaga qilib. Markazga qo'yamiz. Atrofini fiyolkani nozikligi jinday injiq tomoni shu bargiga tuproq yoki nimadir tegib qolsa, shuni yuvmoqchi bo'lib ko'proq suv tekib qo'ysangiz qurib ketar ekan. Men boshida bilmasdan barglarini yoltiratib qo'yaman deb ko'p barglarini ko'p gullarini qurib qo'yganman. Mana nima deydi, barg yuzasida tuki bor gullar spreyda yoqtirmaydi ekan. Men shuni o'zim qilib yurib tajribamdan bilib qoldim. Voy, tushib ketay deydi ya. Ko'chaga chiqib har xil gap, ig'volarga qo'shilgandan ko'ra uyda o'tirib foydali ish qilgan yaxshi degan fikrdaman. Yana kim biladi, lekin qo'ni-qo'shnilar bilan ham gaplashib turamiz. Uncha-muncha u darajada bir yo'l ko'chaga chiqib ketolmayman. Uydagi mana shunaqa mayda-chuyda ishlar bilan ko'proq band bo'laman. Bekorchilikda qilinayotgan foydali ishlar deb o'ylayman. Tayyor. Qiyin joyi yo'q. Mehnat qilsa, hamma narsa ham yaxshi o'z joyida qolaveradi ekan. Buning tagidan uncha chiqmaydi ekan. Xohlasa